Assalomu alaykum, Praktikolog o'z kanalining kuzatuvchilari. Ko'pchilik bemorlarimiz bizda oldimizga kelib, konsultatsiyaga kelib, kasalliklarni aniqlashtirgandan keyin, albatta agar bu kasallikni operatsiya usulida davolash kerak bo'ladigan bo'lsa, biz operatsiyaning tartibi, qanaqa usulda qilinadi, qanaqa narkoz beriladi, operatsiyadan keyingi asoratlar haqida bizdan so'rashadi va biz bemorga bu haqda to'liq ma'lumot beramiz. Shularning orasida eng ko'p beriladigan savol, ya'ni operatsiyadan keyin og'riqlar qay darajada bo'ladi? Operatsiya og'riqsiz bo'ladimi? Operatsiya vaqtida og'riq bo'ladimi? Operatsiyadan keyin og'riq bo'ladimi? Og'riqlar qachongacha bo'ladi? Shu kabi savollar juda ko'p beriladi. Bugun aynan shu og'riqlar haqida, ya'ni operatsiya va operatsiyadan keyingi og'riqlar va qaysi kasallikda og'riqlar qanaqa holatda bo'ladi, shu haqda ma'lumot bermoqchiman. Mavzuga kirishdan oldin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu shundan iboratki, har qanaqa turdagi proktologik operatsiya borki, har qanaqa turdagi. U gemoroymi, u treshenami, u svishmi, paraproktitmi, umuman boshqa turdagi proktologik operatsiyalar bormi? Hamma turdagi proktologik operatsiyalarda og'riqsiz operatsiyaning o'zi yo'q. Og'riqsiz operatsiyaning o'zi yo'q. Ya'ni sizga o'sha ijtimoiy tarmoq orqali reklama qilinayotgan reklamalarda qaysidir vrachlar aytayotgan, misol uchun 3 daqiqa yo 5 daqiqada qutulasiz, og'riq bo'lmaydi kabi reklamalar ham ishonchli emas. Chunki shu sohaning mutaxassis sifatida, shu sohada ishlayvergan vrach sifatida aytishim mumkinki, har qanday turdagi proktologik operatsiyalarda albatta va albatta og'riq seziladi. Ya'ni og'riqsiz operatsiyaning o'zi yo'q. Farq shundan iboratki, og'riqlarning darajasi. Qaysidir turdagi operatsiya uchun og'riqlar nisbatan balandroq, qaysi turdagi operatsiyalar uchun og'riqlar nisbatan pastroq, lekin 0%, ya'ni 0 darajadagi og'riqsiz operatsiyaning o'zi yo'q. Ya'ni og'riqsiz operatsiya deganimda nimani nazarda tutyapman? Deylik, bemor keldi bizga. Bemorni tekshirib ko'rdik. Bemorda deylik gemoroy kasalligi aniqlandi. Gemoroy ichki tashqi, masalan 3-4 daraja gemoroy, asorati shilliq qavat tushishi, qon ketish bilan bemor bizga murojaat etib keldi. Bir misol sifatida aytyapman-da. Va bemorni tekshirib ko'rganimizdan keyin bemorga albatta bunday holatlarda nima qilinadi? Operatsiya taklif qilinadi. Ya'ni operatsiya qilish, bu kasallikdan qutulishning yo'li bu operatsiya ekanligi tushuntiriladi. Operatsiyaning tartibi, qaysi usulda o'tishi, qancha vaqt olishi, operatsiyadan keyin nimalar amal qilish kerak, operatsiyadan keyin qancha vaqtda bemor, demak, sog'lom hayotga qaytadi, reabilitatsiya davri qancha, yaralarni qanaqa parvarish qilish kerak, bu haqida to'liq ma'lumot beriladi bemorga. Va bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar tushuntiriladi, retsidivlar yoki qanaqadir osложнениялар haqida ma'lumot to'liq yetkaziladi. Do operatsiya, ya'ni bemorga to'liq informatsiya beriladi. Masalan, biz shunaqa qilamiz. Bemorga har bitta nyuans haqida, har bitta bo'lishi mumkin bo'lgan holat haqida, kam foizda bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar haqida ma'lumot berib qo'yamiz. Sababki ertaga bemor operatsiyadan o'tkazgandan keyin bemorda qanaqadir asoratlar kuzatib qolsa, masalan, qon ketib qolsa, masalan, deylik orqada torayish bo'lib qolsa yoki orqa nidrjaniya, orqa ushlolmaydigan holat qolsa, yoki deylik og'riqlar masalan vaqtida kuchayib ketib qoladigan bo'lsa, bunaqa vaziyatlarda ba'zi bir bemorlar aytishi mumkinki, men oldingi holatim yaxshiroq edi, operatsiya qildirmay yurganim yaxshiroq edi. Operatsiya qildirib shunaqa holatga tushdim. Undan ko'ra qildirmaganim yaxshi edi. Nimaga siz operatsiyadan oldin menga shu haqda ma'lumot bermadingiz? Ya'ni shu asoratlar haqida, shu bo'lishi mumkin bo'lgan muammolar haqida ma'lumot bermadingiz. Balki men operatsiya qildirmasligim mumkin edi deb qolishi mumkin. Va bu holat bo'lgan. Shuning uchun doskональный от и до bemorga operatsiya va operatsiyadan keyingi bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar, holatlar haqida to'liq ma'lumot beramiz. Agar boshdan gapiradigan bo'lsak, biz bemorni operatsiya qiladigan bo'lsak, bemor albatta narkoz ostida bo'ladi bizda. Narkoz degani bu spina mozgoviy anesteziya, ya'ni orqa miya anesteziyasi orqali bel sohasidan kichkinagina ukol qilinadi. Ukol bu sochni tolasidan sal qalinroq ignasi. Ya'ni shu darajada ingichka narsa. O'sha orqali belga ukol qilinadi va maliya tazga deydi, o'sha kichik chanoq bo'shlig'iga boradigan nervlar blok qilinadi, ya'ni kara holatga keltiriladi. Bemor operatsiya vaqtida hech qanaqa og'riq sezmaydi. Hech qanaqa absolyutni og'riq bo'lmaydi va ne только operatsiyadan keyingi 6-7 soatgacha bemor og'riqlarni sezmay yotadi. Beldan pasti muzlagandan keyin, o'sha biz zona, masalan, biz ishlayotgan zona muzlab qoladi. Shunga qo'shilib pastki paloviy organlar, oyoqlar ham o'sha harakatsiz bo'ladi. Ya'ni bemor umuman og'riq sezmaydi. Va biz bemalol o'zimizning operatsiyamizni davom ettirishimiz mumkin. 20 minut, yarim soat, 1 soat, masalan, operatsiyaning hajmiga qarab. Bemor operatsiyadan chiqqandan keyin posle operatsion palataga olinadi va bu yerda kuzatuvda bo'ladi va bemorda taxminan 4-5 soatdan 6-8 soat oralig'ida bemor sekin sezgilar qaytishni boshlaydi. Oyoqda harakatlar boshlanadi, bemor sekin-sekin demak og'riqlarni, kesilgan joylardagi achishlarni his qilishni boshlaydi.
Va bu holat demak ertasi kungacha davom etadi. Ya'ni bemor ertasi kuni orqaga qo'yilgan trubkalar, siydik yo'lga qo'yilgan kateterlar olib tashlangandan keyin bemor o'zini erkinroq his qiladi. Ana undan keyin bemorda ertadan boshlab bemor turib yurishni boshlashi mumkin. Hojatga borishi mumkin, ovqat yeyishi mumkin. Bu kun yaqinlari kelsa oldiga chiqishi mumkin. Kechqurunlar sayrga chiqishi mumkin. Bemor harakat qilishi mumkin. Og'riq qachon bo'ladi? Qachon bemor hojatga kirganda. Qachonki bemor hojatga kirganda, hojat qilganda, albatta bu yerda tushunarli, hojat qilayotganda axlat o'sha yaralarning ustidan o'tadi. Kesilgan joylar, kuydirilgan joylarning ustidan o'tadi. Natijada axlat bilan kontakt bemorda og'riq namoyon bo'ladi. Bemor achshish namoyon bo'ladi. Bu og'riqlar kimdadir yuqori, kimdadir past. Ya'ni hammani organizmi individualniy har xil. Masalan, meni organizmda og'riq sezuvchanlik yuqori, kimdadir og'riq sezuvchanlik pastroq. Kimdir yarasi tezroq bitadi, kimdir yarasi sekinroq bitadi. Umumiy hisobda olganda o'rtacha og'riqlarning davomiyligi operatsiyadan keyin taxminan 10-14 kungacha davom etadi. O'rtacha. Kimdir 3 kungacha og'riq sezadi, yo'q og'riq sezmaydi. Kimdir 1 oygacha ham og'riq sezishi mumkin. Lekin o'rta hisobda oladigan bo'lsak, aksariyat bemorlarimiz shu 10-14 kun oralig'ida bemorlarda hojat paytida hojatdagi og'riqlar sezilib turadi. Bunaqa og'riq bo'lgan vaqtlarda nima qilinadi? Bemorga og'riq qoldirish tabletkalar, og'riq qoldiruvchi ukollar yoki vannichkalar tavsiya qilinadiki, o'sha og'riqlarni bosib turish uchun. Og'riqlar u darajada, ya'ni sabr qila olmaydigan darajada, insonni qo'pol qo'yib o'ldirib qo'ygan darajada og'riqlar bo'lmaydi. Og'riq bo'ladi, yoqimsiz holat, insonga yoqmaydi. Bir joyda og'rib tursa, albatta hech kimga yoqmaydi. Mana shunaqa insonni g'ashiga tegadigan darajadagi og'riqlar va bu og'riqlar boya tepada aytgandek og'riq qoldiruvchi vositalar yordamida bosib turiladi. 14 kunlardan keyin bemorlarda taxminan og'riqlar sekin-sekin bosilishni boshlaydi va og'riqlar shu holda 1 oygacha bosilib ketadi. Bemorni to'liq tuzalishga ketadigan davr o'rtacha 1 oy. 1 oy. Kimdir boya aytdim, organizm yaxshi, to'qimalar tezroq bitishga moyil, ya'ni u tezroq bitadi 20 kunda masalan. Kimdir organizmi yaxshi emas, to'qimalar regeneratsiyasi yaxshi emas, u 1-1,5 oygacha davom etishi mumkin. Yoki yondosh kasalliklar, masalan, saxari bor. Saxar bor bemorlarda ham demak mana shunaqa yaram bitishi sekinroq bo'lishi mumkin. Ya'ni hammaga umumiy bitta standart ayta olmaysiz. Hammani individualmiz. Hammada har xil holatda kechadi kasallikdagi keyingi yaralarni bitishi, og'riqlar darajasi. Tepada gapni davom ettirgan holda mana bemorimizda demak o'sha gemoroy holati kuzatilsa. Imенно gemoroy haqida gapirishadigan bo'lsak, gemoroyni masalan qirqib olish usulida qilish mumkin. O'sha maxsus apparatlar yordamida. Gemoroyni agar ichki bo'ladigan bo'lsa, lazer yordamida kuydirishimiz mumkin. Agar gemoroy ichki holatda bo'ladigan bo'lsa, ko'p miqdorda sirkulyarni tarqagan bo'lsa, unda misol uchun longa qilishimiz mumkin. Bu turdagi operatsiyalarda ham og'riq bo'ladi. Faqat farqi bir-biridan sal pastroq, yuqoriroq. Masalan, lazerda qilinganda nisbatan 40 olganga nisbatan sal og'riqlar kamroq. Yoki longoda qilinganda lazerda yoki 40 olganga nisbatan og'riqlar nisbatan kamroq. Lekin yana aytaman, og'riqsiz operatsiyani o'zi yo'q. Yoki trishina operatsiyasi. Trishina operatsiyasida ham o'sha bemorlarda orqadagi biz operatsiya vaqtida ming sfinkterotomiya, spazmni yo'qotishga qarshi chora qilganimiz taqdirda ham baribir bemor og'riqni cho'zsa qiladi. Bu ham boya aytganimdek 10-14 kungacha davom etishi mumkin. Proktologik operatsiyalarda eng yengilroq, og'riq kamroq bo'lgan operatsiyalardan biri bu o'sha switch yoki paraplakta operatsiyalar. Unda bemor operatsiyani ertasi kuni bemor turib yuradi, og'riqlar u darajada ifodalanmagan bo'ladi. Ya'ni u darajada qiynamaydi bemor. Oddiy og'riq qoldirish tabletka ichsa ham og'riqlar bosiladigan darajada demak og'riqlar bo'ladi. Gapimizni xulosasiga keladigan bo'lsak, siz o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rgan qaysi reklamalar, 3-5 daqiqalik operatsiyalar, og'riqsiz operatsiyalar haqidagi gaplar bu shunchaki reklama uchun aytilgan gaplar. Bu shunchaki sizni o'sha qiziqtirish, bu qanaqadir bemorni o'sha klinikaga tortish maqsadda aytilgan gaplardan boshqa narsa emas. Albatta va albatta har qanaqa turdagi operatsiyalar, umuman proktologik operatsiyalarda og'riqlar seziladi, og'riqlar bo'ladi va bu tabiiy holat. Bu tabiiy holat. Farqi tepada aytgandek darajasining past yoki yuqoriligiga bog'liq. Yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tib ketish kerak shu joyda. Nima uchun bemorlarda bir xilda og'riq kamroq, bir xilda ko'proq bo'ladi? Bu yerda yana bitta faktor bor. Kasallikning qancha o'tkazib borgan bo'lsangiz, qancha orqaga tashlagan bo'lsangiz, kasallik qancha rivojlanib ketib qolgan bo'lsa, masalan, gemoroy 4-daraja shilliq qavatlar tushishi, umuman tromboz holatlari bo'lib ketib qolgan holatdagi bemorni gemoroyni operatsiya qilgan bilan hali u darajada, masalan, 2-3 bosqichda yoki ichki gemoroy, tromboz bermagan, yengil holatdagi gemoroyni operatsiyasidagi farqlar, og'riqlari, yaralanib bitishlar bir-biridan farq qiladi. Albattaki, yengilroq darajadagi gemoroylarni operatsiyadan keyingi og'riqlari nisbatan kamroq. Kim 4-bosqichga yetib qolgan gemoroyda operatsiya qilgandan ko'ra. Shuning uchun sizda kasallik paydo bo'ldimi, tezlik bilan vrach mutaxassisga ko'rinish kerak. Agar operatsiya ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, albatta operatsiya qilib bu kasallikdan ertaroq qutulish kerak.
va sog'lom hayotni davom ettirish kerak. Sizlarga bermoqchi bo'lgan qisqagina ma'lumotim shundan iborat edi. Azizlar, operatsiya qilishdan qo'rqmang. Bunaqa kasalliklarni operatsiyasiz boshqacha davolash iloji yo'q hozircha. Endi kelajakda balki qanaqadir yangi usullar o'ylab topilguncha. O'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlarni ehtiyot qiling. Hech bir kasallikka bee'tibor bo'lmang. Arsimaga ko'rinayotgan kasallik kelajakda bir jiddiy oqibatlarga olib borib qo'yishi mumkin va bundan ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.